Navbatdagi rekonstruksiya samoykamizda Chorsutepada. Yana o'sha gap, yana rekonstruksiya qilish kerak, yangilash kerak. Oldinda sezon ko'pda dahot tushib ketgan, o'sha mijozda kemiy qo'ygan bu mo'ykaga Abdulla aka, bu mo'ykani endi biz qutqarishimiz kerak. Nima ishlar qilamiz? Xo'p, Oybek aytganingizdek, dahot tushib ketgan, ko'rib turibsiz o'z holatini. Birinchi o'rinda pul to'plamasdan yengilab beramiz. Absolyutni yengilanadi. Dureski ekan. Va platalargacha almashadi, ichida отчетностьlari ham bor. Bundan tashqari klient talabiga funksiyalarni qo'yib beramiz bunda. Eng glavniysi texnik xonadagi qilingan ishlardan biri bo'ladi. O'shanda qarang, texnik xonani ham rekonstruksiya qilsak, rasxodlar kamayadimi? Albatta, o'zi o'sha yerdada muammo. Bitta ko'raylik o'sha yerda. Ketdik. Voy ho, bundan yomon bo'lmasa kerak aka. Hamma joy rasvo bo'lib yotibdi, buni qarang. Xo'p, Oybek qarang, bu yerda nima o'zgarish kiritiladi? Ko'rib turgan sistema seka sistema bo'ladi. Bu ancha eski seka, bu уже buni zapchasini topolmaysiz, o'zini remont qilishdan juda bosh og'riqli narsa. Buni polni o'zgartirish kiritamiz, santexnikalarigacha. Esingizda bo'lsa, Tatneftda biz dozator sistema qilib bergandik. Endi bu joyimizni ulka sistema qilib beramiz. U ham yaxshi variant, chem sekadan ko'ra. Bu yerda o'zgarish bo'ladi, 100% sistema o'zgaradi. Mana bu shiti ham bor ekan. Shitida ham keyin shitida ancha ishlari bor ekan. Ishlari bor, shuning uchun shitni ham o'zgartirish kiritamiz. Ekonomik ishni nevarada o'tkazadi, xudo xolasa. Bo'lmasa bitta videoga like bosib qo'yiladi. Keyingi videolarda xudo xolasa aynan shu mo'ykani bitta rekonstruksiya qilgan videomizni qo'yamiz.